To'rtta bolam bor. To'yini ko'rishni olayman, ertaga bilan olib ketishni olamayman. Yilki 92-yilki bolam. Shu Jalovat shahrining turguniman. 4 bolam bor. Yashash sharoitim shu kvartirada yashayman 4 bolam bilan. Kiyam strogada ishlaydi. Antapkani kvarplat oshib aytadi. O'zim yaqinda operatsiya bo'lib bordim. Men Jalovatda yotdim. Uyda anasi topshirdim, yomon chiqdi. Endi Bishkekka borib keldim. Bishkekda srojniy operatsiya qilmasak bo'lmaydi debdi. Raq deb chiqarib berdi qog'ozimni. To'rtta bolam bor. To'yini ko'rishni olayman, ertaga bilan olib ketishni olamayman. Shu kasalni aytgandan beri tomog'imdan ovqatim o'tmayapti. Bu kasal bilan operatsiya qildirmay, hech narsa qilmay yursa uzoq 1 yil yashar ekanda. Agar oldirib borsang, yaxshi yashab ketasan, tuzalib qolasan. Bunday kasallar ko'p keladi. Men o'zim operatsiya qilganman. Yaxshi yashab ketganlar ko'p. Shu glavni shu operatsiya qilib shu nimani o'simdan olib tashlash kerak dedi. Papilloma degan o'simta bor. Bu tomir otib ketaverar ekanda. Tomir otib ketaverar ekan. Shu tomirni kesib olish kerak ekan. Shu men aytgan olib tashlaymiz deyapti. Olib ketsin, juda bolang bor, keyin bolalarning to'yini ko'rishni xohlasang oldirib bor deyapti. Operatsiyaga pulim yo'q. Qanchaligini aytmadi. Shu operatsiya bitgandan keyin aytamiz, operatsiyadan qaysi ahvolda chiqasan, uni Xudo biladi dedi. Qancha so'm ketishini aytgan yo'q. Shu maytda go'rbanisida yotdim, mana shu yaqinda bir turban oldirib 50 ming pul ketdi. Shu kiyom har kimdan qarz bo'lib ketdi. Menga operatsiya to'layman deb operatsiyani o'zini 18 mingga qildi. Kunda 1,5 ming so'mda ukolni sotib olamiz ekan. Qonim kamayib ketib, qon quydi. Shunday qilib 50 ming pul ketib qoldi qarzga. Har kimdan topib nima qildi? O'zim mana yiqib chesnok archib kilosiga 10 so'mdan to'lab beradi. Kunda shuni archib o'tirib biz 10 kilo qilaman, 15 kilo qilaman. Shu bolalarim pampersi bor, kirsog'iga yarab turibdi-da. Bolalarim ko'ziga qarasam, bolalarim ko'zim qiyib yurganda shu to'rtta bola tug'ibman. Shular to'yini orzu havasini ko'ray deganda o'lib qolaman deb qo'rqib o'tiribman. 1 yil burun ashimo qizim to'ragandan keyin 2 oyligida og'rishni boshladim. Og'rishni boshlasam, shu eski raddomga bordim, ko'rindim. U yerdan jo'lla eroziya deb chiqarib berishdi. Lecheniya oldim, yaxshi bo'lib qoldim. Keyin qizim 6 oylik bo'lganda qonim ishib ketdi. Keyin yana og'riverdim. Yana bordim, borsam, ashi bir Gulzat degan eji bor ekan, nima bilan ko'rdi alindaqa. Mikroskop bilanchi ko'rib ashi eski nima go'rbanisiga bor, onkologiyaga biz qo'limizdan kelmaydi bu kasal. Qanday kasal? Men ashi rakka podozreniya qilyapman deb chiqarib berdi. Anasi topshirsam, atrissatini palajitin deb chiqib berdi. Onda turibdi qog'oz. Keyin ashaqqa bordik, borsak, bir echa bor ekan onkologiyaga. Yuziga tushib ketadi, yuziga tushsam, kista o'sib, 12 barmoqqa yopishib ketibdi, yorilibchi. Yine ashini oldirdim. Uni oldirgandan keyin ashi shaykadagi o'simtani kesib olib, analiz qilib topshiraylik, bu qanday chiqishini men bilishim kerak. Bitta qog'ozga rak deb yozib qo'yibdi dedi. Ashi analiz topshirsam, shunday bo'lib yomon chiqib berdi-da. Ashni endi oldirib bormasang bo'lmaydi deydi. Endi qancha umring bor, Xudo biladi, biz seni umringga umr qo'shib, biz sababchi bo'lib qolamiz prosta, deyapti Bishkekdagi vrachlar. Bu yerda operatsiya qilmirkan Jalovat bilan o'shda. Kecha ashima yaqinda borib Bishkekka borib keldim, yuziga tushdim, qaytadan paftor analiz topshirdim. Ash kuni olib qolaman dedim men. Sirazichi, sirojni yot, siraz olib tashlayga bu o'simta nerv bo'lib siqilgan sari o'sarar ekanda. Ash olib tashlayman dedi. Meni aqcham yo'q hozir. Men qiynalib yashayman desam, endi u yerdagilar o'ris ekanda. Vrachlarchi o'ris ekan. Shu aqcha qilib iloji boricha tezroq kel deyapti-da. Tezroq kel. Qancha tez kelsang o'zingga shuncha yaxshi deydi. O'simta o'sib kattalashib ketmasligi uchun deyapti. Men iloji boricha tezroq borishim kerak. Mana 4 ta bolam tashlab ketaman dedi. Bu yerda qilmirgan qilganda bu yerda yaxshi edi o'zi Jalovatimiz hamchi.
Tolka Bişkek kılarken, başka hiç hikayede kılamam. Şu kızım boyumda barlığı da cici kan kelo arardı da. Doktorga barsam hiç kim bu eroziya bolmasa manaka ösümde yaman kesel demedi. Prosta bala ugraza devirdi. Men haligi magnesiy ukolunu alavurdim. Şu balam tukkandan başlap şunday kesel bolavurdim. Jolle eroziya desem men ham jolle eroziya deb yurarıpman da bu eroziyadan ötüşüp bir rakka aylanıp ketdi. Aşna deb ağır diagnoz maşettegiler koyuş beramat jolle podozreniya deyişdi. Bişkekке topşirdim. Bişkekke özüngke dedi. Özüm bardım, anası topşirdim. Bişkekke üzüge düştüm. Aşettan aşı keseldi aytip berişdi. Atam ötüp ketken. Apam bar, apam ikinci turmuşunda. O kep turadi, akçadan jardam bere albaydı da. Özü zorga yaşaydı. Ecelerim özün turmuş, özün bala çakasına aşınbaydı. Yoldaşım bir yine tuğanı var, kaynasıyım. O turmuş da 4 balası bilen. Uyam, endi kese şu apasına havarap getirdi. Kelip bunak bizge puldan yardım beramaydı da. Kelip havar alıp yapıp ketişi mümkün. Tak akçada hiç kim yardım beramaydı.